Mana do'stlar, o'sha grijaga, bo'g'im og'riqlariga foyda bo'ladigan govul terishga keldik. Bizda govul deydi, boshqa joylarda bilmadim nima deydi. Govul deydi bir joylarda. Mana o'sha mevasi. Mana shunaqa bo'ladi govul. Bular hali pishmagan. Shular terib olib, dog'lanmagan yog'ga buni ikkiga bo'lib, sop 40 kun qorong'ixonada saqlab, keyin o'sha og'rigan joylariga surtsa davo topadi degan narsalarni eshitdim. Mana o'sha govul bo'ladi. Proba qilayotgan natijasini ham bo'lishamiz 40 kundan keyin. Mana shunaqa joylarda o'sadi govul. Cheka mana kanal yoqalarda o'sadi asosan. Hozir gullab rosa yetilgan. Buni gulni ham foydali deydi, endi gulini bilmadim, nimaga foydali o'qish kerak, internetda buni ko'rish kerak, guli nimaga foydaligini. Hatta govulini ko'rdim, nimaga foydaligini proba qilayotgani, xudo xolasa. Mana govul. Shuni yulib olib 40 kundan keyin surtib ishlatib natijasini ham chiqaramiz.